Olamga nur sochgan oy. Butun olam xoliqi Alloh taologa hamd va sano, olamlar sarvari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, ul zotning oilasi va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayoti haqidagi hikoyamizni ul zot mukarramning nasl nasablaridan boshlaymiz. Ismlari Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttallibdir. Abdul Muttallibning asl ismi Shayba ibn Hoshim, Hoshimning haqiqiy ismi esa Amr ibn Abdummannof ibn Qusay ibn Kilob ibn Murra ibn Ka'b ibn Luay ibn G'olib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinonadan to Adnonagacha, to Ibrohim alayhissalomning o'g'illari Ismoilgacha hammalarining oxiratlari obod bo'lsin. Abdumannofning to'ng'ich o'g'li Hoshim o'ta saxovatli, jasur va kelishgan odam edi. Yoshligidan uni juda ham hurmat qilishardi. Hoshim ukalari kabi savdogarlik bilan shug'ullanardi. Uning davrida Makka kichik bir qishloqdan savdo-sotiq markaziga aylanadi. Bu voqea u Quddusda ekanligida Fos yurtidagi Xusraviylar saroyi haqida eshitganida sodir bo'ldi. Hoshim u yerga borib, Qurayshiylarning o'z yurtida savdo qilishlariga ijozat bergan Rim imperatori bilan uchrashdi. Hoshim Makkaga qaytdi. U arablar orasida katta obro'ga ega bo'lib, xush axloqi bilan tanilgandi.